Bitta zapravka 550 km trassada yuradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Shahar ichiga 400-450 konteyner bilan probekni dirs uradi. Super mega skidka narxida 3 million so'mga original jihozlari bilan programma, pрошивка, motor, korobka, pultda zavodiyashi, hamma programmalari gayigacha bo'lgan dokumenti ham 47 talik gaz balon bilan uстановка qilib berildi. Qo'yilgan jihozlarimiz bilan qisqacha ravishda tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniya original Polsha brendiga tegishli Optima Pico blok upravleniyasi uстановка qilindi. Polshaniki. Elektron sistema, map datchik, suv datchik, kulchatilgacha Polshaniki. Farsongamiz Real italyanskiy original farsonga uстановка qilindi. Reduktorimiz Atiker Turetskiy reduktor. Hid chiqarmaslik uchun fragment italyanskiy shlankalardan foydalangan. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizga qaysi avtomobilga metan yoki propan gaz uстановkaning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz.